Kriza TV namoyish etadi. Yangiliklar bilan tanishtiraman. Kriza qayerda? Yangi video nima haqida bo'ladi? Kriza o'ldimi? It emgan yangilik. Nimaga videolarning davomi protida bo'ladi? Yangi video nima haqida bo'ladi? Ana anchadan beri ko'rishmagan edik mana. Hozir sizlar mana yangi video ko'rasizlar, birgalikda ko'ramiz. Meni o'zim ham birinchi marta ko'rishim. Birgalikda reaksiya qilamiz. Qani ko'ramiz o'zbeklardan qanaqa darajada shedevr kino chiqdi ekan. Instagramdagi ota o'z qizi bilan o'zbek kinosi. Nomi shunaqa? Xullas, ota va qiz haqidagi o'zbek kino haqida, ota va qiz haqida o'zbek kinoni ko'ramiz birgalikda. Bo'lmasa ketdik. Uchrashuv belgilandi. Bizni ham bolalarimiz katta bo'lishyapti. Bundoq bir tergash kerak. O'zimmi? Oq ayg'imni topdim. Voy. Oq ayg'im deysanmi? Nima? Ha. Ertalab yozsam, ertalab javob qaytaradi. Yarim tunda yozsam, shu zahoti yarim tunda javob qaytaradi. Ana, qizil ko'ylak dediğin dugonasi ham bor, qara. Mashinani haydaysam yoki o'zim rulga o'tiraymi, ha? Yaxshi. Telegram nomerini so'rasammikan? Yo bir akani dadasi ham. Chiroyli qiz ekan. Ana o'zini qizini tanimayaptimi? O'zini qizini taniydi. Qafasga osongina kiradigan qushchaga o'xshayapsan-u, nozlaringga o'laymi? Olov bilan o'ynashyapsan. O'ynashaverchi, parvonaga o'xshab patlaring kuyib qoladi. Satyabi animatsiyasini o'xshatishalmabdi-yu, xabari shunaqa bo'la. Hot kinoga shuni chiqarsin. Shu paytam qo'ng'iroq qilasan. Alo. Nima deysan, vazira, tezroq gapir. Amaliy matematikadan vazifalarni bajardingmi? Yo, ishlarim ko'payib ketdi. Ha, keyin qo'lim ham tegmayapti, vazi. Gulsara, Asad. Hozir, oyi. Xo'p, endi ayasi ularga ovqat qilibdi, chaqiryapti. Hozir chiqyapman. Gulsara, Asad. Xo'p. Ovqat vaqti bo'ldi. Oyimga qarashim kerak. Uzr. Vaqtim bo'lganda Instagramga deb qo'yibdi. Instagram emas, Instagramga kirarman. Xo'p. Dadam bizni qattiq nazorat qiladilar. Xudda behudaga internetga o'tirishimga ruxsat bermaydilar. Ovqatlanib bo'lib o'zim yozaman sizga. Animatsiyani qaranglar, SMS animatsiyasi. To'g'ri qilishadi. Ijtimoiy tarmoqlar hozirda yoshlarni o'ziga juda qattiq tortyapti. Tarbiyani buzadigan tomonlari ham bor. Har kim o'z qarashi bilan xulosa chiqaradi. Siz unaqa qiz emassiz. Men bunga ishonaman. O'zingizni avaylang. Xayr. Bolalar, qattasizlar, o'rtaga ovqat keldi ham. Sovib ketadi, Asad. Hozir, oyi. Gulsara. Hozir dedim-ku, oyi. Voy, bundoq qiz bo'lib menga onasiga qarashsa bo'lmaydimi, ha? O'sha hujrangga kirib ketganing chiqmaysan. Meni ham jonim temirdan emas. Charchayman men. Dadasi, voy sizga alohida taklifnoma jo'nataymi? Hozir chiqyapman.
O'zing insof ber bularga. A few moments later. Oyijon, nima ovqat? Voy, men yaxshi ko'rgan ovqat ekan. Hoy, Nima? Aktyorskiyni qarang. Oyijon, nima ovqat? Voy, men yaxshi ko'rgan ovqat ekan. hoy. Ko'zlari qarang, ko'zi. Men yaxshi ko'rgan. Voy, mo. Ovqat. Voy, men yaxshi ko'rgan ovqat ekan. Bo'ldi, o'tir unda. Ha, kimga qarayapti bu o'g'li? Bo'ldi, o'tir unda. Operatorlarga ham qarab qo'y, to'g'ri qilyapmanmikan deb olay. Mana deysan deb uqtirishadi bunga. O'shalarga qarab qo'y, qarab qo'y. Qaradi, u pastga qaradi, yana qarab qo'y, to'g'ri. Bellarim qotib, ko'zlarim. A few moments later. Xonim, kelib o'tirib yeb bersangiz bo'ldi. Kel, o'tir. Qabolat. Qalisan? Bu bola haldan beri qarab qitqib yordi, operatorlarga bir qator qarab chiqib to'g'ri o'tiribmanmi? Dada, yonimizda tennis ochilibdi, boraylik. Belingiz ham og'rimaydi. Senga gapirish juda ham oson ekanda, ha? Ishxonamda ishim juda ham ko'p. Mana ulgurmaganlarimni hozir uyga olib kelib qilib o'tiribman. Shu ishxonada ishingizni tashab kelsangiz bo'lmasmikan, a? Har kuni shu ahvol. Uchalaving. Bu nima u? Ko'k narsa. Uylarga qamalib olasizlar. Qachon qaramang? Hali u deysizlar, hali bu deysizlar. Bundoq bir ro'zg'orga qaramay qo'ydingiz-ku. Nimaga qarashim kerak? Nima yetmayapti? Menga qarang, qizingizga qarang. Ana o'g'lingizga qarang. Bizga qaramay qo'yganingizga ancha bo'ldi. Ana u sovutkichi gapirmasam ham bo'ladi. Bu ro'zg'orni, ro'zg'or hamma narsani meni zimmamga yuklab qo'ydingiz-ku. Bu janjalingizga qaraganda pul tugab qoldimi? Pul qolmadi demadim. E'tiboringiz qolmadi. Mehringiz qolmadi. 1 hour later. Gapirsam ishxonam ishi deysiz. Pandemiya davrida hangomaga aylanib ketgan gapda jon bor. Erkaklar uyda o'tirsagina, xotini chiroyliligi, farzandlari tarbiyaliligini anglab yetarkan. Qachon meni bolalaringizni yoningizga olib bundoq bir maslahatlashamiz, rejalar quramiz ertangi kun to'g'risida. Qachon birga biror joyga borib o'tiramiz. Mana bolangiz, tennisga boraman deydi. Mana. Topgan gapinglar shu. Darsimni tushunmaysan, sohamni tushunmaysan, ha? Biror narsani o'rgatsanglar, balkim o'rganarman, ha? Bunga haqqim bordir. Shuna xotin bo'lgandan keyin yozishadi. Bitta narsa meni o'ylantiryapti turgan. Marhamat. Qanday bir-birini topishib olgan bular? Ha, bu bo'lish kinoda ham mumkin emas-da. Kino, multfilmda ham bunaqalarni. Ham rasmi chiroyli ekan deb qo'yapti bola. Qanaqasiga? Boshqa rasm tashlab berdimi ekan? Yana bitta narsa meni o'ylantiryapti, bir-biri bilan yana telefon qilyapti. Yana telefon qiladi, bu dugonasini. Dugonasi. Rasmini bo'lmasa. Rasmini bilamiz, balkim boshqa rasm mumkin emas-da. Kichkina boshqa rasm tashlamaydi. Sun'iy intellektda ham bilib olsa bo'ladi. Hatto bola yashirmaydi, o'zini aytadi-yu, mana rasmimni tashlaydi-yu. Bir-biri bilan tanishgan, lekin ismini, qayerda yashashini shuncha yozishaveradi. Instagramnikilari bor, qizining Instagramini bilmaydi. A few moments later. Yoqimli ishtaha. Zahar xotin bo'lgandan keyin voyina. Men ham dardlashkim keladi, lekin bunaqa odam yo'q bu uyda. Sen ham boshqasi bilan yozish bor endi. Yo'q, bu endi o'g'li bilan yozishadi. Gapingizga kulib. Biz kinosi ham kadrda bunday yaxshi qilamiz-da. Qarang, bu nima bu kadr? Hamma Tajribaga shtativ o'rnatib qo'ygan. Qatirib qo'ygan, tomosha qilib turibdi 10 kishi. Nima bu kadr? Yo, uyam mayli, hammasi bir tarafga o'tirib olganda yayilib o'tiradi. Yo, oilada hammasi bitta joyga. Ba'da kamera borligi uchun. Yo'q, u o'tirib olgani ham mayli, kadrda qarang, u kino degani xarakter berib, gapiga xarakter berib, kadr qimillab tursin, kamera bitta joyda qatib uni ko'rsatib, patka qo'yaptimi bu?
1 hour later. Juda unchalikka bormagandirmiz har holda, ha? Oyijon, YouTube'ga kirsangiz, o'sha yerda har xil mashg'ulotlar bor. Ularni ko'rib bajarsangiz ham bo'ladi. Ha, ko'ring o'shalarni. Ha, yo'q-e. Telefoningiz bor-ku. To'g'ri. Sen ham kir YouTube'ga. Mana shu YouTube deganigachi bolalar, kimga YouTube kanal kerak bo'lsa, mana qaranglar. Ko'ryaptimi? YouTube savdo 24 deb Telegramdan yozasizlar. Telegram kanal chiqadi. Xuddi shu narsani yozsalaring, Telegram kanal chiqadi. U kanalda xohlaganinglarcha YouTube kanallar topsalaring bo'ladi. Agar kimda kim blogerlikka qiziqadigan bo'lsa yoki sizlar YouTube kanalinglar bor, uni sotmoqchisizlar. Zo'r narxga sotasizlar, zo'r narxga olasizlar. Hammasi shu Telegram kanalda. Ham eng muhimi ishonchli. Mashkalar, firibgarlarga ko'pchilik nima deydi, aldanib qoladi. Shulardan ham ehtiyot bo'linglar. Bo'ldimi? Yomon asob ber. Olinglar. Och qoringa yomon azob. Maloqasi bormi? Bu kadrning maloqasi bor. Led chiroq tushyaptimi, bilyapsizmi? Qandaydir ko'kimtir rang tushyapti. O'sha ledda har doimgidek RGB. Mana pult. Shu xulasangiz ham telefoningiz yostiq ostida turadi-ya. Bunaqada miyangiz charchab qolmaydimi? Endi ishxonani ishlarini bitirib, dunyo xabarlari bilan tanishib chiqdim-da, onasi. Buncha shu bugun Faysadin boshni og'ritib, o'z ishxonadan boshimni og'rib keldim. Boshim yorilib ketdi. Bo'ldi, qilgin endi. Yo'qda, qizingizni telefoni tinmaydi. Soat 1-2 kechasigacha internetda o'tiradi. Ha, o'lsin shu interneti ham. Nima qilyapsan sen desam, dars tayyorlayman deydi. Siz bir ota bo'lib, bundoq so'rab, tergab yursangiz bo'lmaydimi? Hozirgi yoshlar shunga o'rgangan. Internetdan dars qiladi, o'rganadi. Nimasi yomon bu? Nimasi yoqmayapti? Sani davring allaqachon o'tib ketgan, yoshlar shunga o'rgangan. Nimasi yomonligi mana televizorda har kuni ko'rsatib turibdi-ku. Farzandlar ota-onasiga qo'l ko'taryapti. Yoshlar buzilib ketyapti. Nafasini shamol uchirsin. Unaqa bema'ni odamlarni bizning oilaga nima aloqasi bor? Bizning farzandlarimiz bilan unaqa narsalar bo'lmaydi. Xudo saqlasin. Gapingni qara-yu. Kuldek oilasi bo'la turib, ko'chadagilarga elakishib qolib, oilasini buzganlar soni qancha? Hammasiga mana shu telefon sababchi. Buyam rasa podcast ko'rdimmi deyman-da. U aqllicha. U harom asabga tegib, bu ishdan charchab keldim deyapti. Men shunday bo'ynida pichoq totarardim, haromini sig'ib o'tirib olish kerak. Ularning yo'li boshqa. Aqlsiz omi bo'lsa, yo'qnoq odamlarning menga nima aloqasi bor? Tavba. Gapingni qara-ya. Endi aytib bo'ladimi? Qanchadan qancha yoshlar buzilib ketyapti. Bo'ldi, 150 marta. Yetadi. Kino boshlangandan beri qanchadan qancha nima aloqasi bor? Erini yoshlarga nima aloqasi bor? Bu bolasini aloqasi bor deylik. U qo'l ko'tarishgacha bor, qizi qo'l ko'tarmasa kerak. Endi oshirib ol. Mana bu. Bunda bir tergash kerak. Bo'pti. Ko'p aysamagin. Shu bugun kuni bilan sayrading-e. O'zi boshim og'rib keldi. Bo'ldi. Unaqa bu mag'rur gaplarni gapiraverib yuragini siqmagin. Bo'ldi qil. Yana yaxshi ko'rgan serialing boshlandi. Ana qo'yib balandroq qo'yib beraman. Chalg'ityapti-yu. Menimcha televizorda ovozi, mikrofon shu darajada kuchli. Televizorda ovozini yo'q qilib yuborgan. Orasdan masalan televizor mana yaxshi ko'rgan serialingni qo'yda. Atmosfera sal olsa ham berish kerakmi? O'sha fonlarini, musiqa ovozlarini chiqarib qanaqadir
yorug'liklarni yonib o'tsin. Pultni oldida gaplashdi. Yoqib ham qo'ygan yo'q. Mana serialim boshladi. Avvallari o'qishga har kuni borarding. Uyga vazifalarni hammadan oldin bajarib kelarding. Senga nima bo'tdi? Qayerdan ham Instagram ochdim, shu chalg'ityapti meni. Bu kim boshini aylantirib olmadimi? To'g'risini aytaymi? Ha, to'g'risini aytishing uchun so'rayapman-da. Nimadi? A few moments later. So'rayapman-da. Urgani shu bo'lsa bu. Ovoz bilan urma. Xo'p, senga to'g'risini aytaman. Senga aytmasam kimga aytaman, to'g'rimi? O'zimmi? Oq ayg'imni topdim. Voy. Oq ayg'im deysanmi? Ha. Va o'zini ismi yo'qmi? Ular hali qizida bitta ovoz bor edi, talqa ketgan. Alegimiz. To'xta. Kim yozdi? Qayerdan bilaman? Aldamang, bilasiz. Kim yozdi? Bilmayman. Yo'q. Ismi yo'qmi qayg'ingni? Bordir, hali so'ramadim. Bilasanmi? Turk seriallaridagi yigitlarga o'xshaydi. Qaddi qomati kelishgan, bir soqollarini chiroyli qilib o'stirib olgan, sochlari taralgan. Yo'q, biron boshqa rasm tashlagan, to'g'rimi? Pismiqsan-a? Qani, bitta rasmini ko'rsat. Yo'q, sendan qizg'onaman. Xo'p, necha yoshda? Uylanmaganmi? Tarjimai holiga uylanmagan deb yozilgan. 28 yoshdalar. Voy. O'zingdan 9 yosh kattaga erga tegmoqchimisan? Baxt. Muhabbat yosh tanlamaydi. O'rtoqjon, firibgarlarga aldanib qolma, ehtiyot bo'l deyman-da. Valla firibgar deganiga YouTube kanal sotib olganda firibgarlarga aldanib qolmaslik uchun ham mana Savdo 24 kanalidan sotib olinglar, 100% kafolat beramiz. Ishonch uchun firibgarlarga umuman aldanib qolmaysizlar agar shu kanalni sotib olsalaring. Horma endi do'stim. Yaxshimisan? Tasiyman. 100% kimdir kelishadi. Aniq 100%. Atila juyajratib qo'ygan. Ta kadr uchun mashqa. Buni bekka qo'yib 150%. Men qara, bu oxirgi paytlar telefondan boshingni ko'tara olmay qolding, tinchlikmi? Instagramda bir qiz bilan tanishgandim. O'sha bilan gaplashyapman. Nima? Yosh qizmi deymi? Turmushga chiqmagan. Menimcha hali. Bolalaring katta bo'lib qoldi, qilayotgan ishingni qara. Suratlarni ko'rsataymi? Qara. Qani. Oho, ja hurliqoq-ku, a? Ja yoqimtoy qiz ekan. Men qara, shu qiz ekanligiga ishonasanmi? Nima? Sen ishonmaysanmi? Yo'q, men ishonmayman. Chunki yaqinda mana bittasi ishga kirish uchun oldimga keldi. Suratda bir binoyi qiz edi. Keldi. Maymun. Laqab qo'yib qo'ydim, maymun deb. Xullas, shuning uchun sal eski hushingni yig'ib ol. Bo'lmaydi bu ahvolda. Mana qara. Mana sen bitta model rasmini qo'yib qo'ysan, to'g'ri? Xo'sh. U ham bitta model qizlar rasmini qo'yib qo'ygandir. Yo'q. Qattan bilasan? Yo'q, bilaman. 70 yoshli kampir kelsa uchrashuvda. Jinni. Bilaman, tekshirganman. Ammo bilaman-ku gaplash. Uyalmay uchrashuvga chiqadi. Shuna rasm begona rasmni qo'yib. Gapiga gaplashish haligi gaplarni nima deydi? Nima deydi? Haligi gapni yo'q, jim tur endi. Gapni qanaqa qilib olib borishiga, haligi gaplarni tuzishiga qarab turib, psixologiyani bilaman-ku, bilasan-ku. O'zimni psixologim. Sen qayerdan ham bilarding? Bularni makri 40 tuyaga yuk bo'ladi. Hozir kulyapsan-ku. Mashq kim bilasizmi? Mashq kishi. Yo'q. Rejissorda shu. Yo'q,
Va, men ketdim. Televizorda ko'rganman. Kameradan Agar ko'rgan. shu bo'lsa, shu bo'lishi kerak. Mana shu kinoni ham 100%, mana 99% aytanaman o'zi olgan. Buni hayot Chunki bu o'zi dedi. rejissyorda o'zini kinolarida o'zi qatnashar. Buni hayot dedilarda ham shu olib borardi, adashmasam. Bilmayman. Qana hayot deydi. Hey, ertaga yig'laysan. Shartda bosh ko'zingni aylantirib oladi, tamom. Xullas mayli. O'zing bilasan. Faqat Doimgidek rejissyor o'zi yashiruv nasihat qilib to'g'ri topib qo'yyapti. Xalqqa yaxshi ko'rinsa bo'ldi. qani yur ichkariga kiraylikchi. Yur. Hozir. Qara. Yur. Intizorni qara. O'zi farrosh, lekin biz ham bitta gaplashib tursak ko'ra olmaydi. Hech bo'lmasa ovoz qo'yib qo'yinglar. Dublajda, ha? Yo'q, men shunga qaramay, kimga hozir deyapti? Qara, intizorni qara deganda, uni ko'rsatib qo'yish qiyinmi-ku o'sha bitta farrosh deyapti, o'shani yasab qanday turali juda bir arzon kino olishadi rostdan ham. Qimmat kino va arzon kino. Arzon kinoni qayerdan bilasiz? Arzon kino faqat telefonda o'tib ketadi deydi. Nima? Boeing portladi. Boeingda 2000 ta odam bor edi. Shaharni portlatordi Boeing. Yondi raketa. Bu o'tib ketdi raketa, Boeing portlab ketdi. Shuncha narsa bittada. Zo'r kino, qimmat kino uni oladi. Boeing portlaganini oladi. Uni 2000 ta odam suvga tushib ketganini oladi. Ana arzon kino telefonda. Nima? Titanic cho'kib ketdi. Leonardo DiCaprio ichida edi. Bu Intizor xola hozir. Xonani yig'ishtirib bo'ldik. Yig'ishtirib bo'pti. Endi o'zlaricha qilishmoqchi ekan. Sizni sevib qoldim. Hech kim sevib qoldimdan keyin chiziqcha tashlamasa kerak, tashlaydi. Darrov sevgi izhor qilyapsiz. Hozir ko'rgim keladi. 28 yoshdasiz, nega haligacha uylanmadingiz? Ve menga yozinglar, hech bo'lmasa shu animatsiyasini montaj qilib beraman, iltimos. Iltimos, cringe bo'lmanglar. Saroyimning taxtiga munosib malika topa olmayapman. Nahotki sizdek barno yigitlarning oshiqlari ko'p bo'ladi. Slow motion'ni qarang. Mana uni. Sekin render qilmabdi. Yo'q, kadr bir-biriga so'kinyapti bor. Mos kelmaydigan kadrni qo'yib qo'ygan ikkita. Ha nima bunaqa? Bu bittasini to'g'ridan oldimi? Bu xatiya mana u orqadagi nima tushsin? Nima edi nomi? Divani tushsin bir-biriga qanday tushmayapti-da bir-biriga. 1 hour later. Omma lekin xursand bo'lgan tarafim yaxshi yozishmalar chiqaryapti. Kutsa bo'ladi-mi? Yozishmalar chiqarmayapti. Mana o'tirgan, nima? What is that? Muqani. Animasiya qani? Biz qachon ko'rishamiz animasiyasi qani? Qani? Doimgidek hammamizga qiziq kadr. Hamma kutgan va mavzuga aloqador kadr. Yo, eng qiziq. Oradan 20 kun o'tdi. Faqat Toshkentda Kapkutda qilganmi? Qaranglar. Kechishdi. Voy, Kapkutda xuddi shunaqa effekt va animatsiya bor. CapCut deganimizga yana kimdir yozadi. CapCut deyiladi. Ha, dadasi. Qizingiz meni ado qiladi deb aytganmidim sizga? Ha? Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Nima gap? Nima bo'pti deysizmi? Ha? O'sha telefondan bittasi bilan tanishibdi. Sevishgan ekan. O'sha turqi qurg'uram sevarmish qizingizni. Kim ekan o'sha yigit? Bilmayman kimligini. Internetiga o't tushsin. Necha marta mana televizorda, radioda javrashadi. Ehtiyot bo'linglar, internetdan bolalaringizni ehtiyot qilinglar, so'rab surishtiringlar deyshadi. Ana oqibati. O'zingni bos. Otani ahvol reaksiyasini qarang. O'zingni bos. Voy, haromi dayu. Faqat shuni deyman demagandir axir. Qizing. Tegaman dedi. Aynan shu yigitga tegaman dedi. Kim ekan o'zi? Qizingni chaqir.
o'zim gaplashib ko'raman. A few moments later. Oyisi o'zim gaplashyapman. Bor. Dayus gaplashadi chiqib turdi, mujik xotin. Menga qara qizim. Oying hozir bir narsalar dedi. Poqit qo'ydi. Oyimni bilasiz-ku, dada. O'qima qiladilar har doim. Endi oying xavotir olgani uchun ham shunaqa qiladi. Xo'sh, kim ekan o'sha yigit? Shuna deydimi? Ha, yaqinda o'qishini bitirgan. Davlat ishida ham ishlayapti. Keyin juda ham yaxshi yigit dada. Qayerli ekan? Toshkentlik. Uchrashib ko'rdingmi o'zing? Adam beryapti. Ha, deb bu yer o'ra. O'zingga yoqdimi? Yoqdi. Xo'sh, qayerda tanishdinglar? Instagramda. U senga chindan ham uylanmoqchimi? Ha, uylanmoqchiman dedi. Qizim, bu umr savdosi. Bu juda ham jiddiy, juda ham katta ish. Avval uchrash, yaxshilab o'rgan. Bir qarorga kelishga shoshilma. Tushunarlimi? 1 hour later. Och qoringa yomon ta'sir Qiladigan ishi, turmush tarzini o'rganaylik. Ana undan keyin biror bir qarorga kelamiz. Nima deding qizim? Ha? Xo'p bo'ladi. Kelishdikmi? Kelishdik, Shunaqa ham dada bo'ladimi? Iloji bo'lsa avval Yo'q, O'zbekistonda bunaqa yo'qmi? gaplashib olaylik. Ruslar bo'lib qolishi mumkin. Har holda Menimcha ko'nglini bilib o'ltirib olsa kerak. Musulmonman degan odam Ortiqcha bunaqa bo'lmaydi. bo'ladi. tushunarlimi? Dada. U juda ham uyalchang. Menimcha siz bilan uchrashishga rozi bo'lmasa kerak. Yo'q ey. O'zi bilan o'zi uchrashyapti, savob. Ayni yerda oldiga olib kelib qo'ydi. Ha, mayli bo'lmasa. Unda sen o'zing yaxshilab sinovingdan o'tkaz. Shoshilma, tushundingmi? Nimaga unaqa deysiz? Nimaga unaqa deysiz boshlaydi? Juda yengilsiz, juda yengilsiz. Baribir ko'nglim notinch. O'sha yigit bilan o'zingiz gaplashishingiz kerak edi. Sen hovliqmagin ko'p. Xuddi. Sen hovliqmagin ko'p. Ko'p dedimi? Ana undan keyin biror bir qarorga kelamiz. Hech kim shoshayotgani yo'q-ku axir. Nima qilasan vahima qilib? Ovqatingiz tayyormidi? Men kiyimlarimni almashtirib, yuz-qo'limni yuvib chiqaman. Olg'a dayus. Bu uyda meni hech kim eshitmaydi. Opa, to'g'ri yo'lda suyam asabga tegan. Ha, bugun kayfiyating boshqacha. Oyimni hech ham ko'ndira olmayotgandim-ku. Dadam bilan gaplashdim. Surishtirib ko'ramiz. Agar bizga ma'qul kelsa, qarshiligimiz yo'q dedilar. Ularga bor gapni aytdingmi? Yo'q, hammasini ayta olmadim. Ya'ni yoshlarini berkitdim. Yolg'on gapirgan joyim faqat shu bo'ldi. Nima deb yolg'on gapirding? U bilan uchrashdim, ko'rishdim, bir-birimizga ma'qul keldik deb aytdim. Voy ahmoq, hali u bilan uchrashganing yo'q-ku. Nimaga unaqa deding? Glavniysidagi suratlari o'ziniki ekan-u. Aytdilar menga, men boshqalarning niqobida yurmayman dedilar. Seniki ham o'zingniki emas-ku, senikini so'ramadimi? Ha, so'radilar. O'zimman deb aytdim. Qolaversa, u suratga o'xshab ketadigan joylarim ko'p-ku. Lekin aynan o'sha qiz sen emassan-ku. Xo'p, mayli, keyin so'rasalar Photoshop qilganman deyman, bo'ldi. O'yningdan o't chiqmasa bo'ldi edi hali. Boshingga balo bo'ladi, qarab turgin. Bo'ldi, qilgan o'xma qilurmagan. Senga bitta narsa ko'rsatay. Aqllichilik qilib turgan dugonasi ham rejissyorda qizimi deyman. Bilasanmi, Vazi? Yigitim juda ham kelishgan. Hali to'ydan keyin qizg'anib sochimga oq tushib ketmasa bo'ldi. Bo'pti, baxtli bo'l. Faqat yur, darsga kiraylik, kech qolamiz. Yana darsmi? Yur.
Yana telefonmi? Ha, aytgandek, haligi yoqimtoy qushcha bilan gaplashyapsanmi? Qushcha emas, qizcha. Lekinchi Yoqimtoy qushcha bilan gaplashyapsanmi? Qiyga qarayapti. lekinchi shunaqa sodda qizlar ham bor ekan, Bahrom qara. Ha, nega unaqa deyapsan? Hey, nima yozsam chippa-chin ishonadi. Ertalab yozsam ertalab javob qaytaradi. Yarim tunda yozsam shu zahoti yarim tunda javob qaytaradi. Ba'zida xotinimni uxlatib birdami, ikkidami yozsam shu zahoti javob yozadi. Yo, bularni ota-onasi bormikin o'zi? Ota-onasi bo'lsa, Ota-onasi esa yo o'g'lini 24 soat internetda o'tirganiga befarq qarab turaveradimi? Menchi men. xotini kirib turib qiziz birdayam Instagramni tityapti, yoshda deyap turadi. O'zi harom gapiryapti uning gapini. Endi qarang, menchi endi boshladi. Qani o'zini qanaqa qilar? O'g'limni ham, qizimni ham bu borada qattiq nazoratga olganman. Endi munosabatda chegaradan chiqmadingmi? Yo'q, bu borada yoqimtoy qizcha ancha pishiq chiqdi. Sal qitmaroq gaplar gapirsam, darrov gapni boshqa yoqqa burib to'xtatadi. Ey, es-hushingni yig'ib ol. Agar yaxshiroq odamlarning farzandi bo'lsa, seni tinch qo'yishmaydi. Akasi bordir, ukasi bordir. Yaxshi odamlarning qizi bo'lganda-chi bunchalik go'l bo'lmas edi. Bahrom, o'sha qizni turqini bir ko'rmaymiz, ha? Bizdan nima ketdi? To'g'ri. Uchrashuvni belgila. Ishdan chiqib uzoqdan bir kuzatamiz. Ha, biz ishdan chiqqanimizcha g'ira-shira ham bo'lib qoladi. Bizni ko'radimi, ko'rmaydimi hali? Belgila. Nega endi? Uchrashuvga chaqirib, yoniga borib, yuziga aytaman, singlim, bunchalik sodda bo'lmang. Siz kutgan shahzodalar internetda uchramaydi baribir deb. O'zingiz ham, ota-onangiz ham ko'zini kattaroq ochsin deb dakki berib kelamiz, ha? Nima deding? Ey, jinni bo'lmagin. Qo'y, bechora qiz ko'rmasin ham, kuymasin ham. Ha, uni pichoqsiz so'ymaylik. Yo'q, baribir uni kimligini uzoqdan bo'lsa ham ko'rishim kerak. Qiziq-ku axir. O'zi bu ishxonadachi tartib qolmadi. Ha, maylis deydi, ikkalamizdan boshqa hech kim yo'q-ku. Ketdim men xonaga. Sen bemalol gaplashib o'tiraver. A few moments later. Bahrom, uchrashuv belgilandi. Ertaga qimmatbaho atirlaringni sepib kelavergan. Kim qarib qo'yilmagan? 1 hour later. Bo'pti. Keyin idishda yuvadi, hozir kirib qoladi. Bo'pti. Voy. Yasan tusan qilib olib, qatga yo'l olasiz. Uchrashuvga deydi. Qayerga deb o'ylaysiz o'zingiz? Uchrashuvga albatta. Bu ham alamidan qo'shnisi anu erini o'rtog'i bilan gaplashib olsaydi Instagramda. Vohma qilmasangizchi, hali ko'rasiz. U yigit sizlarga ham yoqadi. Qani edi shunday bo'lsa? Baribir ko'nglim g'ashda. Yuragingiz g'ash bo'lmasin. Qarang, yarashibdimi ko'ylagim? Yarashgan. Chiroyli bo'lib ketibmanmi? Juda. Oyijonim. O'pib qo'ymaysizmi? Rahmat. Hop, tepadan svet tushib turibdi ana nimani talbaniga. Hamma joy qop-qorong'u. O'shan sveti bor, top tepadan bitta.
kontur svet. Yuziga qayerdan svet kelyapti? Bular o yuziga. Ataylab nur tushadigan Hali bunchalik yorug' bo'lmaydimi? Chunki men atroflarni ham qarang. A few moments later. Nechida kelaman degandi o'zi. Ha. U ham bitta o'rtog'i bilan kelyapti. Sani ham baxting ochilib ketib qolishi mumkin. O'zingga qarab ol. Avval o'zingni bil. Nima? Er topib ber deyapmanmi? O'zi bugun ham aslida dugonam bo'lganing uchun chiqdim. Hech beydam chiqarmi xichog'inda. Bo'ldi qilgan. Mijg'ullanurmagin, hozir kelib qoladi. Qara. Guldastani chiroylisidan olgin, tushundingmi? O'zim bilaman. O'zing bilmaganing uchun men senga gapiryapman. Keyin menga qara, u qizni qayerdan tanib olamiz? Axir umringda ko'rmaganman do'stsan. Menga tushuntirdim. Qizg'ish rang ko'ylakda bo'laman dedi. Qayerda turishini ham yaxshilab tushuntirib aytdi. Dugonasi bilan kelar ekan. Ha? Bo'pti, Dugonasi bilan. Bilasan-ku, menga qiziq ham, mabodo ham qiziq emas. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi, xo'p. Sen uzoq Ular ham ota qiz bo'lib chiqsa dugonasi nima biladi? oldiga bormasak. Guldastani qanaqa beramiz? Ay, bu muammo emas. Endi har ehtimolga qarshi. Oldin uzoqdan turq tarovatini yaxshilab kuzatamiz. Yoqsa, ma'qul kelsa, sekin borib guldasta berish muammo emas-ku, yur. Ha, yoqmasa guldastani uyiga. Xotining olib ketasan-a? Ha, pishiq. Ichidan pishgansan. Joy topiladi, joy. Meni ham bir tanishim bor edi. Begonalarni guldastasini sovg'a qilganini rasmga olib, o'zini Telegram profiliga qo'yib, o'zicha yigitlarning rashkini keltiradi. Kimligini bilaman. Kimligini bilamanmish. Mana bu kadrda qo'ydiradi, yana qo'yaver. Kentirilib. Boshqa kadr qo'yilmoqchi bo'lmasa, har bitta kadrda ikkitadan qo'yib chiqib. O, mashinani to'xtashini qara. Mana yetib keldik. Kadrga kelib to'xtayapti. Qizchaning oldiga bor endi. Qizchaning yoniga bor. Haqiqatan ham qizchasini yoniga ketyapti hozir. Nima qiladi yuribdi? Qanday bu? Sun'iy intellektda yurganmi bu? Gulsara. A few moments later. Yo'q. Mashinani ichini chirag'i nimaga yo'qib olgan? Kadrga chiroyli chiqadi. Yapti bular yuzini yoritgani. Bo'lishi mumkin emas. Nimalarni baljirayapsan? Meni ham aldabdi shekilli. Yurg'iz mashinangni tezroq ketamiz. Voy. Hey, ana! Burchakda turibdi-ku, qizil ko'ylak, dugonasi ham bor. O'sha bo'lsa kerak. Lekin chiroyli qizga o'xshayapti. Yur, tush, atrofdan bir aylanib kelaylik, yur. Tush. Menga bunaqa ko'ynakda bo'laman demagandi. Men adashtiribman. Yashil ko'ynakda bo'laman degandi. U kelmagan u. Senga nima bo'lyapti? Ana, qizil ko'ylak deding, dugonasi ham bor. Qara, u ham u yoqqa qarayapti seni izlagandek. Senga mashinangni yurg'az dedim. Yur! Xo'p, hozir yurg'izaman. Mashinangni haydaysanmi yoki o'zim rulga o'tiraymi, ha? Yo'q, bo'ldi, haydayman hozir. Voy. Qarama u yoqqa dedim senga, qarama. Anogadir yana chiqyapti. Qizimning ko'zlariga qanday qarayman? Qizim ko'rmadi seni. Bilmaganda sekin dilet profil qilib turib, qizini cho'rniga tiqib hayot kechiraverasiz, tamom. Ketdi qizim. Xudo ko'rsatib qo'yar ekan.
ko'cha-kuydagi pokiza va bokira qizlarga, birovning xasmi bo'lgan juvonlarga gap otib, yonimdagilarni xursand qilib yurardim. Mana, sharmandaligimga ham o'zim guvoh bo'ldim. Qizing guvoh bo'lmadi, lekin ko'zi ochilmadimi? Ishon, ku. Trampolin bo'lib berding sen, ishon. La'nati otaman. Ko'zimni ochiqligida Xudoyim menga bundan ortiq sharmandalikni bera olmasdi. O'zimning qizimga xirsiy ko'z bilan qaragan ko'zlarim ko'r bo'lsa bo'lmasmidi? Buni xotinim yoki qizim bilib qolsa tamom. Umrbod boshimni ko'tarib yura olmayman. Bu kunimdan o'lganim yaxshi. Meni kechiringlar. Kechiringlar. O'zini o'ltirib olsa, 1 hour later. Bu yaniga bo'ldi. Iltimos. Bunaqa kadrlar to'xtatinglar. Biz yomon hisoblanyapmiz bu. A few moments later. Oy, tavba. Dadasi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Dadasi nima bo'ldi sizga? Dadasi nimaga rangingiz oqargan? Voy, qo'llaringiz muzdek. Tinchlikmi? Men qarang. Dadasi nima bo'ldi? 1 hour later. Voy, dadasi qo'rqitmang meni. Gulsara suvobga. Men qarang, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Dadasi o'zingizga keling. Oddiy narsa, endi oddiy emas-u. Javnoy, hushdan ketadigan ish bo'lgan yo'q. Kirib qizini bo'ynidan pichoq tortib oladigan ish bo'ldi, xolos oddiy bir. Yerlarga yotib, o'zimga qanday kelaman deb mashinalarda tomonlarga alishdilar o'shada. Nima bo'ldi sizga? Nima ishim bor, nima o'yam bilan yordam beraymi? ishdan qaytishimda sizga tugabdi. Uni taqdiri nima bo'ldi uni? hozir bu boshqa kinomi? Va kesib olishdi. Boshqa kino, keyingi sonda dedi. Ya bu taqdiri nima bo'ldi? Sizga aytganim, buni hayot deydilar. Uni ko'ryapsizmi? O'sha kino. Bu vali ma'nosi tugayapti. Oxir ma'nosiz emas. Tugatib beradigan joyga kelganda erinib qolishar. Yana montajga syomkasi. U bo'pti, u kishi o'lib qolsinmi, nimadir bo'lsin, tugadi, o'tirdi, tugadi. Qizi nima, qanday saboq oldi u qizi? Qizi ota bo'pti, o'ziga saboq oldi. Qizi trampolin vazifasini o'tab berdi, qizi ketyapti. Yo'q narsani battar bo'rtirib to'qib bir yemagan jadi. Xullas montajini erinmasdan bir qilinadi bu videoni jigarlar. Qo'yamiz YouTube'ga. Qancha vaqt bo'ladi bilmayman. Buni montaji, o'pishi video qancha vaqt davom etadi bunisini umuman bilmayman-u. Endi ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar, menda hammasi ayb. Men prosta shu videoni sizlarga olib chiqib beryapman, xolos. Keyingi videolarni kutib qolasizlar, bundan zo'r videolar bo'ladi deb o'ylayman. Hop, 100 mingta bo'lishimiz kerak YouTube'da. 100 mingta bo'lsa, u ko'rib turgan orqaga ilamiz 100 mingtani. 100 kini kim o'pkasini ilamiz. Xo'pmi? Bo'pti, gaplashamiz.